bugun sizlar bilan birga bir kunlik vlog olamiz. Qani ketdik. Mana sizlar bilan choyimizni ham ichib oldik. Endi obedga ovqatimizni boshlaymiz. Ketdik. Bularni hammasini yuvib olishimiz kerak. Chunki ovqatni ko'p tepat. Ishlarimizni yuvib oldik. Endi xamir qilamiz. Ketdik. Go. Bu obedga menda shilpildo, shuning uchun go'shtlarni qaynatishga solib qo'ydim. Bu yerda xamir qilamiz. Xamir uchun bizga, siz ham o'zingiz bilsangiz kerak, un, tuxum, bitta tuzli suv kerak bo'ladi. Kстати, tuxum обязательно yuvinglar. Birinchi ovqat qilishni yoshingizda boshlagansiz, shuni kommentariyada yozib ketinglar. Albatta hammasiga o'qib chiqaman. O'zim haqimda ozgina ma'lumot beradigan bo'lsam, oilaliman, 2 nafar farzandim bor. 2002 yilman. Mana videolarimni boshidan kuzatib o'tganlar, menga necha yosh beruvdinglar boshida, shuni ham yozib ketinglar. Menga qiziq bo'lsa. Ko'pchilik ovozimni eshitganlar hammasi menga 2002 dan kattaroq berar ekan. Negaki she'rni o'qiganman, agar bilsanglar, monolog o'qiganimda ovozingiz tipa kattani berardi deb yozishgan edi. Hayron bo'ldim. 2002 yil mantiga. Ha, kстати, to'yimizga qolasa martda 5 yildan oshdi. O'shanda necha yoshimda turmushga chiqqanman. Keyin kelin paytinglarda sizlar ham qiziq voqealar bo'lganman. Menda bittasi bo'lganda qozonqop qilganman-da. Qozonqop yog'ini endi tushunasizlar. Men 19 yosh bo'lganman, 18-19 yosh bo'lganman. Ana o'shanda qilganda suv hali jazillab turgan yog'ni bunaqa oddiy tog'orachaga olib qo'yganman. Bu ham gazdan, tushunasizlarmi? Voy, shunaqa hamma yoqdan oqib dabdala bo'lgan hamma yoq. Voy, uyimdagilar ko'rayotgan bo'lsanglar, meni kechiringlar, shu payt aytmaganman sizlarga. Videolarimning kommentiga ko'plar ismingiz Dafnami deb yozib qo'yishadi. Yo'q, ismim Dafna emas, ismim Muslima. O'zi Dafna degan ism bormi? Endi sizga ona haqida bitta she'r o'qib bersam, nima deysizlar? Har qadam oqolar boshdagi tola. Gohon shod ko'rindim, goh chekdim nola. O'zimcha hali ham bolaman, bola. Goh yolg'on, gohida rostdir bu dunyo. Onamning poyidan pastdir bu dunyo. Yugurib har yona baxtni izladim. Yerdan izlolmay ko'kni ko'zladim. Qo'shiqlar kuyladim, ko'p bor bo'zladim. Topgan shuhratidan mastdir bu dunyo. Onamning poyidan pastdir bu dunyo. Endi biz Adajon aytgan baqlajonlarni qovuramiz. Ham ustidagi qoralarni olib tashlaymiz, чтобы taqib bo'lmaslik uchun. Bu to'ralgan baqlajonlarimizni tuzli suvga solib qo'yamiz. Mana baqlajonlarimizni suvga solib qo'ydim. Tertilib qoldi. Kim yana shunaqa xamir yo deydi. Shunchalik uchun hammani juvasi bir xil bo'lsa kerak. Mana. Qaranglar qanday. Har bittasida 10 tadan xamir bor. Ana ularni o'zbek ayollari bilishadi, to'g'riroq uy bekalari. O'raga to'rashga olib qo'ydim. Mana Adajonni xursand qilish uchun shunaqa chiroyli baqlajonlar qovurib, orasiga nachinkalarni o'rab qo'ydim. O'qilib bugungi vlogimiz ham o'z nihoyasiga yetibdi. Xayr!